qilib Minecraftni noldan nastroykalashni o'rgataman. Juda ham oson tuyuladi. Keyin mana shuni tugmalarni qo'yishdi, split qo'yishdi, xullas hammasini o'rgataman. Bundan oldin siz kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosishni unutmanglar. Xullas tayyor bo'lsanglar boshladik. Va mana bu Minecraft'da menyusi, birinchi kirganingizdan chiqadigan joyi. Bu nastroyka. Bu yerda mana hammasi bor, hammasini o'rgatib o'taman. Birinchisi nima kerak emas, ikkinchisi qanday qilib o'ynashni o'rgatadi. Buni tegish shart emas. Uchinchisi klaviaturaga boshlanish, bu ham kerak emas. To'rtinchisi lekin kerak. Va bu yerda auto jump bor. Ya'ni auto jumpni yoqib qo'ysanglar, keyin blokka tekkandan o'zi sakraydi. Bu yerda kameraning burilish tezligi. Bular kerak emas. Mana bu yerda esa kontrollerni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana buni nazorat qiladigan boshqarsangiz bo'ladi. Keyin bularni joyini almashtirsa ham bo'ladi. Keyin mana bu tugmani bosishingiz kerak, customize controlsda. Keyin mana shu yerda xohlaganingizcha o'yin ichida bo'lishingiz kerak. Joylarni almashtirib, to'g'rilab, qo'llaringizga mos qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana xohlasanglar buni ko'rinadigan qilsanglar bo'ladi. O'zi shundoq ham ko'rinyapti, lekin kam. Mana shunday ko'rinib turadigan qilsanglar bo'ladi, lekin maslahatim video olayotgan bo'lsanglar, buni ko'rinmas qilsalaring zo'r bo'ladi. Keyin mana sozlaganlaringdan kelib chiqasizlar. Keyin bu pastiga mana bu narsalar bor, spread using joystick. Bular kerak emas. Bular shunday qalay turgan bo'lsa, shunday turgan yaxshi. Keyin mobil menu size bu ham 45 ga turgan maslahatim yaxshiroq. Bu akkauntga ismingizni almashtirsangiz bo'ladi. Mana buni ism qo'ysanglar bo'ladi o'zlaringga. Videoga keladigan bo'lsak, bu yerda kriterga hech narsa yo'q, kriterga. Xo'p, videoga keladigan bo'lsak, bu yerda personajni qayerdan ko'rinishini o'zgartirsak bo'ladi. Agar front qilsak oldindan ko'radi, first qilsak yuzdan ko'radi, back qilsak orqadan ko'radi. Bu yerda qo'llarni yashirsa bo'ladi. Bu yerda agar buni o'zi yoqib turadi, o'chirib qo'ysanglar, chekiga qo'g'irchoqlaring, skinlaring ko'rinib turadi. Keyin pastiga tushsanglar, mana bu yerda FOV degan narsa bor. Bu aslida 60 ga turgan bo'ladi menimcha. Yaqin bo'ladi ekran. Shuni maslahatim 80 dan yuqori qilsanglar zo'r bo'ladi. Bu o'chiq turadi. Mana hozir boshidan ko'rsataman. Va mana boshida shunday turgan bo'ladi nastroykalaring. Mana shunda siz hide paper doll yoqib qo'yganlaring yaxshi, chunki skinlaring burchak ko'rinadi. Mana FOVni 80 dan yuqori qilsanglar, ekran tiqilib qolmaydi. Bu yerda mana shularni birinchi ikkitasini yoqib qo'yganlaring yaxshi. Keyin mana bu yerda pocket turadi do'stlar. Pocket bu Bedrock Edition'da bo'ladi. Agar shuni Javaga o'xshatib, ya'ni kompyuterdagiga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, klassikda yoqib qo'yganlaring maslahat beraman. Bu yerda bu -1 ga qo'ysanglar maydalashadi. Menimcha shu yaxshi. Keyin bu yerda fancy bo'lishi shunday turgani yaxshi. Keyin mana bu yerda chunklar bor do'stlar. Chunklarni tushirsangiz ham bo'ladi, ko'tarsangiz ham bo'ladi. Keyin ko'proq joy ko'rinadi, lekin maslahatim mana shu recommend deganga turgani yaxshi, ya'ni 8 ga. Bu yerda do'stlar modlaring turadi. Modlarni aktiv qilib o'ynaysanglar bo'ladi. Bu deyarli keraksiz. External application bu keraksiz. Bu yerda tilni o'zgartirsak bo'ladi, har doimgidek. 1.21 dan yuqoriroq bo'lgan versiya, ya'ni 26.2 xullas shunga o'xshash versiyalarga o'zbek tilida ham qo'shilgan. Albatta o'ynashlaringni maslahat beraman. Yana bir gap, Minecraft tekinga yuklamoqchi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, shu videoga va o'tgan videoga 10 ta like yig'ib bersanglar, men sizlarga tekinga Minecraftni nima qilishni, yuklashni o'rgataman. Xo'p, endi Minecraft o'yinning ichiga dunyoga kirganimizdan keyin sozlamalarni to'g'rilashni o'rgataman. Bu yerda kreativga turibdi menga, survival qilib o'ynasa ham bo'ladi, vijvaniyaga. Keyin bu yerda agar operator qilsanglar, command bloklarni ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda easy, peaceful hammasi bor. Mana bu yerda esa o'chiq turadi bu ikkovi. Show koordinatalarini yoqib, shu ikkovini yoqsanglar, mana bu yerda ikkita narsa ko'rinadi. Bittasi qancha kun o'ynaganlaring, bittasi koordinatalar. Bu yerda shuning uchun o'chirib qo'ygan yaxshiroq, buni kerak emas. Bu yerda cheatlar ham turibdi. Men Wizardni o'chirib qo'yganlaring yaxshi, chunki ob-havo o'zgaravermaydi. Mana keep inventoryga keladigan bo'lsak, agar buni yoqib qo'ysanglar, o'lsanglar, narsalaring tushib ketmaydi. Unaqa o'chiq tursa, o'lsangiz hamma narsa ketadi. Bular qanday bo'lsa shunday turgani yaxshi.
Buni ichidan kirib o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana bu yerga split bor. Splitni yoqsa o'chirsanglar, mana uni dumaloq bo'lib o'ynaydi. Hamma biladi buni menimcha. Keyin agar yoqsa edi, mana shuni sindirasiz, короче. Agar buni anaqa boyagi split yoqadigan bo'lsanglar, plus chiqadi o'rtaga, kompyuterga o'xshaydi keyin. Xuddi kompyuterga o'xshaydi keyin. Mana shunday qilib, buni sakrab urib, bunday qilib o'ynasanglar bo'ladi. Menimcha split menga qulayroq. Hop, men mana bu uchinchisiga qo'yganim yaxshi, chunki qo'limga, barmoqlarimga moslab qo'yganman. Hop. Bu hammasi zo'r. Mana bu mobil menu 45 turgan yaxshi. Hop. Bugun hammasi normal. Bu yerda shu boyda aytganlarim video bo'ldi. Menimcha hammasi tayyor. Hop, mana buni front qilamiz. Hop, do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Minecraftda endi to'g'ri sozlashni o'rganinglar degan umiddaman. Yana bir gap do'stlar, mana bu narsani o'zgartirish, tugmalarni o'zgartirish faqat 1.21 ga qo'shilgan. Hop, video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar Minecraftda shu Minecraft yuklamoqchi bo'lsanglar, tekinga plus qoldiringlar kommentariyaga va like'larni ayamanglar. Atigi 10 ta like so'rayapman. Videolarga aktiv bo'linglar. Keyingi videolar tez chiqishiga yordam beradi. Xayr, salomat bo'linglar.